Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsining 36-mavzusi Mirzo Ulug'bekning hukmronligi davrida Movarounnahr mavzusi bilan batafsil tanishamiz. Ulug'bek Mirzo Amir Temurning ikkinchi o'g'li Shohrux Mirzoning o'g'li bo'lib, u 1394-yilda Amir Temurning harbiy yurishlari vaqtida Sultoniya shahrida, hozirgi Eron hududiga to'g'ri keladi, o'sha joyda dunyoga kelgan. Amir Temur vafotidan so'ng tosh-taxt uchun kurash boshlanadi, ammo Movarounnahdagi vaziyat keskinlashgani sababli 1409-yil Shohrux Mirzo Samarqandga qo'shin tortadi va uni egallab oladi. Va taxtga 15 yoshli o'g'li Mirzo Ulug'bekni qo'yadi. U Movarounnahr Turkiston hokimi etib tayinlanadi. Ammo Ulug'bek Mirzo voyaga yetmaganligi uchun uning ixtiyoriga faqatgina Samarqand, Buxoro va Nasaf hududlari beriladi. Shohrux Mirzo Farg'onadan to O'zgangacha Amrak Ahmadga, Sor Shodmoni Muhammad Jahongir ixtiyoriga beradi. Turkiston esa Shayx Nuriddin ixtiyorida qoladi. Shayx Nuriddin Turkiston bilan qanoatlanishni xohlamaydi. 1410-yil 20-aprelda Samarqand yaqinida Qizilravot mavzeida Ulug'bekka qarshi jang boshlaydi. Jangda mag'lubiyatga uchragan Ulug'bek Mirzo Kalifga tomon qochadi. Ammoki katta qo'shin bilan kelgan Shohrux Mirzo Samarqandga yetib kelib, Shayx Nuriddin isyonini bostirishga muvaffaq bo'ladi. 1412-yilda Movarounnahr Turkistonni to'liq boshqarish 18 yoshli Ulug'bek qo'liga o'tadi. Ulug'bek 1414-yilda ilk marotaba Farg'ona va Qoshg'arga harbiy yurishlar amalga oshiradi va ularni egallashga muvaffaq bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, mamlakatning g'arbiy va janubiy chegaralari xavf ostida edi. Bundan tashqari shimoliy g'arbiy va shimol sharqiy chegaralar ham xavf ostida edi. 1413-yilda Shohruxning Xorazmga tomon g'alabali yurishi Ulug'bek davlatining g'arbiy va janubiy chegara xavfsizligini ta'minlashga, ya'ni barqarorlashga sababchi bo'ladi. Ulug'bek esa Dashti Qipchoqda boshlangan o'zaro nizolarga chek qo'yish orqali o'zining shimoliy g'arbiy va shimoliy sharqiy chegaralarni mustahkamlashga kurash boshlaydi. Bu jang 1425-yil Mo'g'uliston tomoniga amalga oshiriladi. Issiqko'l yaqinida g'alabadan so'ng Ulug'bek qo'shini g'alabaga erishib, Mo'g'uliston ustidan g'alabaga erishadi va o'sha tomondan bo'layotgan xavflarni bartaraf qiladi. Hattoki ushbu g'alabadan so'ng Jizzax yaqinidagi Ilonotda darasida zafarnoma yozdirilganligi buning yaqqol dalilidir. Afsuski, Dashti Qipchoqqa qilingan urushda mag'lubiyatga uchraydi Ulug'bek va otasining katta qo'shini Ulug'bekni halokatdan saqlab qoladi. Ulug'bekning himoyachi otasi doimiy ravishda o'z o'g'lini himoya qilgan Shohrux Mirzo esa 1447-12-mart kuni nabirasi Sulton Muhammad Ison vaqtida Ray viloyatida vafot etadi. Taxtga odat bo'yicha Shohrux Mirzo o'tirishi kerak edi. Afsuski, taxtni Boysong'ur Mirzoning o'g'li Alovuddavla egallab oladi. O'zboshimcha shahzodalar Ulug'bekka qarshi harakat boshlaydi. 1447-yil bahorida Alovuddavla Ulug'bekning katta o'g'li Abdulatif qo'shinini tormay-etib uni asirga oladi. Ulug'bek Alovuddavlani sulh tuzishga va Abdulatifni ozod qilishga erishadi va Xurosonga va Hirotga bo'lgan da'vosidan batamom voz kechadi. Ammo 1448-yil bahorida sulh bekor bo'lib, Ulug'bek va Abdulatifning birlashgan 90 ming kishilik qo'shini Hirotga tomon yurish qiladi. Tarrom yaqinidagi jangda Alovuddavla mag'lubiyatga uchratiladi va taxtga Abdulatif o'tkaziladi, ya'ni Hirot taxtiga. Afsuski, Abdulatif o'sha vaqtdan boshlab otasiga nisbatan adovat ruhi paydo bo'ladi. Bunga sabab aynan g'alaba haqidagi maktubda inisidan keyin nomi yozilganligi bunga sabab sifatida ko'rsatiladi. Abdulatif ham Hirot taxtida uzoq vaqt o'tirmaydi. 15 kun hukmronligidan so'ng Abul Qosim Boburning Hirotga yurish haqidagi xabarni eshitgandan so'ng u Xurosonni tashlab qochishga majbur bo'ladi. Otasining farmoni bilan Balxga noyib qilib tayinlanadi. Ammo mana shu Balxda Abdulatifning dushmanlik kayfiyati yanada ortib, u Balxda tamg'a, ya'ni savdogarlardan olingan soliqni bekor qiladi. Otasidan norozi bo'lgan amirlarni o'z atrofida birlashtiradi va otasiga qarshi ochiqdan ochiq dushmanlik kayfiyatiga o'tadi. Ulug'bek Mirzo mamlakatdagi vaziyatni tinchlantirishga harakat qilayotgan bir og'ir davr edi. Bir tomondan o'g'lining qarshilik harakatlari, ikkinchi tomondan Dashti Qipchoq tomonidan Abulxayrxon boshchiligidagi ko'chmanchilar hujumlari Ulug'bekni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Aynan xuddi shu vaqtda
Abulxayrxon Shohruxiya, Samarqand, Buxoro, Toshkent mintaqalarida talonchilik urushlarini amalga oshirayotgan edi. Va xuddi shunday og'ir vaziyatda Abdulaziz, ya'ni Samarqandga vaqtinchalik noyob qilib tayinlagan Abdulazizga qarshi Samarqand amirlarining ham noroziligi kuchayib ketadi. Ulug'bek ushbu norozilikni bostirish arafasida katta o'g'li Abdulatifning ham dushmanchiligiga uchraydi. Ya'ni Abdulatif otasiga qarshi og'ir vaziyatdan foydalanib Termiz, Shahrisabz, G'uzor ushbu 3 ta hududni egallab Samarqand tomon yurish qiladi va 1449-yilda Samarqand yaqinida, Damashq qishlog'i yaqinida ota o'g'illar o'rtasida jang bo'ladi. Jangda Ulug'bek Mirzo mag'lubiyatga uchraydi va Samarqand shahriga bekinmoqchi bo'ladi. Afsuski, Samarqand amiri Mironshoh Qavchin shahar darvozalarini berkitib qo'yadi. Va xuddi shu jarayon Shohruxiya shaharlarida ham ro'y beradi. Ushbu og'ir vaziyatdan so'ng o'g'liga taslim bo'lishga majbur bo'ladi. Ammo o'sha paytdagi shahar qozisi Shamsiddin Muhammad Miskin ushbu jarayonga qarshilik qiladi. Afsuski, Abdulatif jaholatparast ulamolarning fatvosi bilan 49-yilda Mirzo Ulug'bekni 55 yoshda qatl qilish to'g'risida farmon beradi. Ulug'bek Mirzo Mo'g'roniyaxni 40 yil davomida idora qilgan bo'lsa-da, mamlakatning siyosiy hayotda keskin kurash davom etganligiga qaramay, mamlakatni mustahkamlashga, mamlakatni birlashtirishga harakat qildi. Aynan ushbu shaxs davrida mamlakatning madaniy hayoti yuksaldi. Ilm-fan yuksak cho'qqiga chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. 36-mavzu haqida qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.